Qo'rqmasdan. Aziz vatandoshlar, avtovokzalimiz Novoyasinskaya. Odam shunchalik ko'p-ku, mana 3-reysimiz даже to'lib bo'ldi. Bilet zakaz qilishda WhatsApp orqali pasport tayinlanadi, telefon nomer tayinlanadi. Soat 11 gacha kelib bilet olishlaringiz kerak. Agar 11 dan kech qolsalaringiz sal qimmatroq qolishga to'g'ri keladi. Shuning uchun ravna soat 11 gacha kelib hammalaringiz biletlarni olishlaringiz kerak. Agar uzoq yo'lda bo'lsalaringiz, особенно ko'pincha Sankt-Peterburgdan ko'p hamyurtlarimiz telefon qilishadi. Hozircha Sankt-Peterburgga avtobus qo'yilmadi, hozir snyat qilindi, tez kunda qo'yiladi. O'shandacha keladigan Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimiz metro Sankt-Peterburgga metro Kupchina degan joyda obvodniy kanal 36 avtovokzal bor. Shu yoqdan borib bilet olsalaringiz, primoy mana shu avtovokzalimizga olib kelinadi. Kelib turib, Sankt-Peterburg avtobusidan tushib, mana O'zbekiston avtobusiga bemalol bilet olib chiqib ketaverasizlar. Mana xalqimiz tayyor, hozir haydaladi.